Assalomu alaykum do'stlar. Tochim xudo xolisa mana. Issiqda kelgan joyimizga birinchi kunduzgi vaqt ushlashim. Xudo xolisa mana maydaroq-u tochim. Kuzatib borasizlar do'stlar. Mayda ekan lekin. Do'stlar, boshqa joyga keldik. U yerda suv sal ko'paygan ekan, musroq etgan ekanda. Mana hozir bunaqa joyga keldik. Yaxshi, xudo xolisa bitta laqa oldim. 400 gram chiqadi. Qarmoqlarni tashlab qo'yganmiz. Mana joylari zo'r. Bu yoqda ikkita sherigim bor. Yonimda bitta sherigim. Xudo xolisa natijalar bo'lsa yuklab boramiz YouTube kanaliga. Kuzatib boraverasizlar do'stlar. Maşallah. Xohlasa ikkinchisi. Mayda-yu, maqtanishga arzimaydi-ku. Har holda baliq chiqdi. Bayting. Sizniki qani? Meniki bu yerda. Mana bu qusani. Bu tengi ekildi. Bu katta ekan navbatda. Qazing, beksa qo'lda ushlang mana. Bunday taqa. Bo'ldimi Kamol? Hammaga nasib qilsin. Navbatda ertaga kilani qo'yib beradi.